o'zlaringni qiynab yurmanglar, mana shu yerga kelinglar. Klinika ochilganini mana tanishlarim kelib operatsiya qildirib ketishgan, shundan yaxshi bo'lib qolganlarni ulardan eshitib, keyin men ham keldim shu yerga. 2 yil meni qiynab shu kasallik bilan yurdim. Tabibga ham bordim. Mana og'riqlar yo'q, Xudoga shukr. Mana men Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Yangiobod MFA'da yashayman. Ismim Samatov Rafiqjon. Disk chuvrasi kasalligi bilan 2 yil meni qiynab shu kasallik bilan yurdim. Shu yil bahorda may oyidan beri menda qattiq og'riq paydo bo'ldi. Bu yerga kelguncha tabibga ham bordim. Kerak bo'lsa qayirib davolaydigan birlashgan Yangiqo'rg'on tumani birlashgan qishlog'iga bordim. Ko'p joylarga bordim. Mobil больницаga bordim. O'zimiz To'raqo'rg'on tumanida nevrologlarga uchradim. Juda ko'p joylarda uchrab, endi qisqasi shifo topmadim. O'zimizda To'raqo'rg'on tumanida xususiy nimalarda yotdim. Davo topmaganimdan keyin meni oxir mana shu yerga aytishganda o'shadan shifo topdim. Mana Xudoga shukr. Bu klinika ochilganini mana tanishlarim kelib operatsiya qildirib ketishgan, shundan yaxshi bo'lib qolganlarni ulardan eshitib, keyin men ham keldim shu yerga. Ertasi kuni kelganimdan keyin ertasi kuni operatsiya qilindim. Operatsiyagacha bo'lgan paytda son chanoqlarimda og'riq, chizdalarimda, suyak ichlarida og'riq kuchlik. Uyqularim yaxshi emas edi. Ishtag'alar yo'q, bekilgan. Oyog'imda pay sohasida qayrilib oyog'imda biz yurishimda ham ancha qiynalib yurayotgandim. Mana operatsiyadan keyin holat yaxshi, Xudoga shukr, og'riqlar yo'q. O'zlaringni qiynab yurmanglar, mana shu yerga kelinglar. Men agar shu holatni bilganimda edi, men o'zimni qiynab mana 6 oy, 7 oy mobaynida rosa qiynaldim. Allaqachon kelgan bo'lardim shu yerga. Mana Xudoga shukr, endi yurishtirishimda mana hech qanaqa bir mana og'riqlar yo'q, Xudoga shukr. Mana shu tarafga ham mana yurishtirishimda hech Xudo xohlasa men bu doktorlarga minnatdorchilik bildiraman. Hammalari yaxshi insonlar ekan. Ayniqsa oshxonadagi povurlar shirindan shakar taomlar pishirib berishdi, chunki mahal issiq ovqat bilan ta'minlashdi. Hammalariga rahmat.